Assalomu alaykum hurmatli akalar, ukalar, chorva ishqibozlari. Bugun mana 2026-yil 27-aprel. Hafta kunining dushanba kuni biz ayni damda Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Palaxon mahallasidamiz. Mana sotiladigan haqiqiy zotdor, toza qonli buqamiz bor ekan. Mana shuni obzorini qilamiz. Videolarimizga bitta like bosib yuborasizlar. Qani bo'lmasa biz boshladik. Hormay Abdullajon. Sog' salomat. Bugungi buqamiz shumi obzor qiladigan? Buni yoshi qanaqa ekan? Buni endi tanishtirib yuborasan. Aha, kura chiqarmagan, ha? Ana. Bog'lab qo'yish o'tga. Atroflicha ma'lumot berib yuborasan. Bu zoti qanaqa buni Abdullajon? Zoti enalari Yo'lishda aka. Aha. Otasi Simintal. Aha. Yo'lishda Simintal qo'shgan. Gibrid variant, ha? Haqiqiy hali buqalikka olaman, misol uchun fermalarga olaman degan aka-ukalarimiz bo'lsa, mana tavsiya qilamiz. Ko'chati, hamma yeri butun, ko'chati ham xudo xolasa o'ta ortiq, mana ko'ringlar, kallalari ham o'ta chiroyli. Fermalarga hali buqalikka zo'r, xonajillarga qo'shgani ki, aynan Galishtenga o'xshab ingichka bas, yo'g'onligi ham boshqasi ham zo'r. Mana orqalari ham mana to'rtburchi, mana tepalari. Mana oyoqlarini, tuyoqlarini ko'ylarni ustakan tuyoq. Mana bo'ylari ham xullas molni kelib ko'rsalaring, vashi zo'r. Bo'ylariga keladigan bo'lsa, hozir yong'oq qovog'in, ha, bayda juda tipirchilab turibdi. Bo'yni alohida aytib o'tamiz. Bo'ylariga keladigan bo'lsa, bo'yi shu 1.30 mi? Yo'q, he. Yo'qdan. Bu 1.40 balandmi? Bu Bu endi hozir tashqariga chiqqan, juda sho'xlilik qilyapti, lekin mol haqiqatan sog'lomligini ham ko'rib turibsizlar. Mabodo fermalarga olaman degan aka-ukalarimiz bo'lsa, tavsiya qilamiz. Bitta yedinni boqaman deganlar bo'lsa, mana tavsiya qilamiz. Zo'r varianti. Molni sifatiga qo'l qolasizlar. Aha. Nimasi yo'q bizda. Oyoq qo'liga javob. Mol yeb ichiga, sog'ligiga, ha? 100% javob. Javob beriladi. 100%. Bo'yinlarni qarang, janavarda. Endi buni yem yo'g'organ yo'q bu hali. turga chiqargan ham yo'q, ha? Yo'q, bizcha. Hali katta bo'ladi bu, xudo xolasa. Bu eng qiziq joyi Abdullajon narxida. Narxini nech bildingiz? Narxini 40 million yillik ham bor. 40 million. Ozgina ekan. Kelishadigan joyi bor, ha? Ha, bor. Kilosi o'rtacha. O'rtacha 550 kilo avbari. 550. Jinjapinda kam ketib qolishi ham mumkin. Hali bir xilgilar aytish mumkin, bu Galishten, uni Galishten. Misol uchun mana shu Abdullajon ukam. Abdullajon ukamiz ko'p yildan buyon misol uchun mana shu chorvaning ichida katta bo'lgan chorva bilan shug'ullanadi. Misol libi hamma odamga ko'rsatsalar ham, misol zotini bunday biladi. Bu hech qanaqa endi Galishten nima emas. Galishtenlar bo'yni ingichka bo'ladi, mana bu yo'g'on. Akalar, mana shuni tavsiya qilamiz urug'liqqa. Borku bu go'shiga ham boshqasiga hammasiga to'g'ri keladi. Hali bitta boqaman degan. Buni so'yib berish ehtimol emas. Bu zoti borligi uchun u olib ketmasin deyapsiz xolos aka. Aha. Qancha xolos, bo'lmasam buni hozir tortib turgan paytda buni sotish. Bu u olib ketadi. Kallalari ham juda chiroyli ekan. Fermaga tashab qo'ysa, buqalikka azlakam xonajillarda qochirmaydi. Mana shu haqida yurgan aka-ukalarimiz bor-da, Abdullajon. Ha, bu o'zi rangi qizil emas, xolos simental bo'lsa bu trendda o'tib ketadi. Ha, rangi qizil bo'lsa buni. Ko'ylakka, sog'ligiga, hammasiga javob beradi. Molga bahoni tepasida kelib turib o'zlarini ko'rgan, hali ishqiboz odam ishqiboz bo'lib qoladi haqiqat. Telefon raqamlari necha? 93lik. Telefon raqamlari 93lik 122 122 90 95. 90 95. Описанияda ham qoldirasiz. Men ko'ray, mana отпечаткали o'zi u. Halindaqa nimasi, skrinshotlik bu. Shuni sotib chiqib kelaveradi mana shu. Aha.
Telefon qilaverasizlar akalar, ukalar 40 million so'm kami bor. Ko'ryapsizlar, bozorda yangi tug'ilgan Svental Novotchani ham 20 million deyaptimi? Ha, buni. Buni 3 dan birini. Ana boqsalar mana bunaqadan boqinglar. Xudo xolasa men tavsiya qilaman mana shuni. Bu Dastavkasini kelishadigan joy bor, ha? Mashina bor, ha? xohlagan yeriga olib borib beramiz, kelishib. Mana mashinalarimiz ham bor, xohlagan yeriga olib borib nima qilinaveradi. Hozir rasa buni obzor qilganimiz, hozir rasa mana shunaqa xunachilarni qochiradigan payt, ha? Qo'shadigan payt. O'shaning uchun alik so'raganlar uchun. Telefon qilaverasizlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammani chorvasiga Alloh baraka bersin.